Assalomu alaykum. Efirda muloqot ko'rsatuvi. Alohida ta'kidlashimiz kerakki, yurtimizda inson manfaatlarini ta'minlash, ularning qonuniy haq-huquqlarini himoya qilish amalga oshirilayotgan islohotlarimizning asosini tashkil etmoqda. Qabul qilinayotgan huquqiy me'yoriy hujjatlar ham bu boradagi ishlarni tashkil etishda muhim dasturlamal bo'lib xizmat qilyapti. Bugungi muloqotimiz O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 5-avgustda qabul qilingan o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonuni asosida belgilangan vazifalar va ularning ijrosini ta'minlash borasida viloyatimizda amalga oshirilayotgan ishlarga e'tiborimizni qaratamiz. Studiyamizga viloyat adliya boshqarmasi huquqni qo'llash amaliyotini o'rganish va metodik ta'minlash shubasi bosh maslahatchisi Mirvohid Suyunovni taklif etganmiz. Avvalambor, assalomu alaykum deymiz, studiyamizga xush kelibsiz. Albatta, har bitta qonun ishlab chiqilganda uzoq muddat talab etiladi. O'rganishlar, bir necha bosqichlar bosib o'tiladi. Albatta, bir keyingi kelajakka qaratilgan muhim bir xizmat qiluvchi qonun yaratishda albatta bu insonlarning, fuqarolarning huquqlari, ularga keltiradigan manfaatlari o'ylanadi. Demak, ushbu qonunning qabul qilinishi qanday omillarga borib taqaladi? Umuman olganda bu qanday muammolarga yechim bo'ldi deb ayta olasiz? Avvalambor assalomu alaykum. Bizda yuqorida aytib o'tganingizdek, so'nggi yillarda demak, xususiy mulk daxlsizligini himoya qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlashga qaratilgan bir qancha normativ huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Mazkur normativ huquqiy hujjatlardan bittasi mana shu 2024-yil 5-avgustda qabul qilingan o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan bino va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonuni bo'ldi. Demak, bu qonun qonunchiligimizga yangi mexanizm hisoblanadi. Sababi, demak, mazkur yo'nalishni tartibga soladigan bizda mazkur qonungacha bir qancha normativ huquqiy hujjatlar mavjud bo'lgan. Demak, bu qonun darajasida qabul qilingan bu birinchi hujjat hisoblanadi. Demak, bundan oldin ham umumiy respublika miqyosida demak 5 marta huquqiy aksiya o'tkazilgan bo'lsa, mana shu huquqlarni e'tirof etish yuzasidan. Demak, bu qonun o'sha aksiyalardan kelib chiqib, undagi yo'l qo'yilgan kamchiliklar, undagi e'tibor qilinmagan jihatlarni hisobga olib, demak, undan keyin o'sha fuqarolarimizning murojaatlari, o'sha uy-joylarini hujjatlashtirish jarayonida, ularga mulk huquqini demak, e'tirof etish jarayonida vujudga kelayotgan muammolardan kelib chiqib, demak, mana shu qonun qabul qilindi. Nima beradi bizga? Bu qonun har bir shaxsni, demak, mulkdor bo'lishiga zamin yaratib beradigan qonun hisoblanadi. Endi o'tgan yilda ushbu qonun ijrosi bo'yicha qanday ishlar qilindi? Bu qonun ijrosi yuzasidan bizda demak 1 yil ijroga kirgandan boshlab, demak, bugun 1 yil muddat o'tgan bo'lsa, bugungi kunda demak o'sha 5000 dan ortiq fuqarolarimizni o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan bino va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etilishi ta'minlandi. Hozir jarayonda yana demak 70 mingdan ortiq obyektlarimiz xatlovdan o'tkazilib kiritilgan, o'sha dasturga kiritilgan bo'lib, hozirda jarayon davom etmoqda. Endi mana shu egalik huquqini e'tirof etishda qanday talablar qo'yilgan? Dastlab qonunda ko'zda tutilgan ishlash mexanizmiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bunda qonunda yozilganki, har yili Toshkent shahar, Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyat hokimliklari tomonidan demak, kadastr agentligi bilan kelishgan holda ularning taklifiga binoan xatlov o'tkazish bo'yicha kadastr organlari tomonidan reja jadval tasdiqlanadi. Reja jadval tasdiqlangandan keyin o'sha reja jadvaldan kelib chiqqan holda, demak, kadastr organlari har bir o'sha shahar, tuman, qishloq, ovul darajasida har bir mahalla, ko'cha kesimida har bir xonadon yoki o'sha noturar joymi, turar joy obyektimi hammasini xatlovdan o'tkazib, hujjatlari rasmiylashtirilishiga zarur bo'lgan o'zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkalarini demak, kadastr agentligining E'tirof kadastr uz degan axborot platformasi bor, axborot tizimi bor. Mazkur tizimga kiritadi. U tizimga kiritgandan keyin 18 ta tashkilot integratsiya qilingan mazkur tizimga. Har bitta vakolatli tashkilotlar mazkur obyekt bo'yicha o'zlarining xulosalarini beradi. Ya'ni qanday xulosalar? Misol uchun, soliq organi yer solig'i yoki mol mulk solig'iga nisbatan qarzdorlik bor yo'qligi tomonidan yoki boshqa, misol uchun, elektr ta'minoti yoki gaz korxonalari o'sha demak yer uchastkasi yoki ko'chmas mulk obyekti muhofaza hududida joylashganmi, joylashmaganmi,
demak mazkur tomonlardan kelib chiqib xulosalar beradi. Demak, barcha tomonidan ijobiy xulosalar olingandan keyin o'sha obyekt huquqlarini e'tirof etishga, demak, hujjatlarini o'rganib, ma'lumotlarni o'rganib, xulosa berish uchun adliya boshqarmasiga kelib tushadi. Adliya boshqarmasi demak, shu jarayonda ilova qilingan hujjatlarni o'rganadi, tashkilotlarning xulosalarini o'rganib, huquqni e'tirof etish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi nuqtai nazaridan xulosa beradi. Va mazkur xulosadan keyin demak, ijobiy xulosasi olingan taqdirda bir martalik to'lov mavjud. Bir martalik to'lov to'lash uchun demak SMS xabarnoma borib to'lovga chiqadi. Demak, to'lov amalga oshirilgandan keyin xalq deputatlari viloyat kengashiga borib tushadi va unda kengashni o'sha navbatdagi sessiyalarda ko'rib chiqilib, huquqlarni e'tirof etish to'g'risida kengash qarori qabul qilingandan keyin, demak, mazkur qaror asosida kadastr organidan borib davlat ro'yxatidan o'tkazish mumkin. Demak, egalik huquqi vujudga keladi. Endi mana shu jarayonlarda qanday holatlarda rad etilishi mumkin? Qonun bo'yicha 8 ta toifasi mavjud. U yerda aytishimiz mumkinki, hech qanday huquqiy hujjatlarsiz o'zboshimchalik bilan egallab olingan obyektlar, yer uchastkalari yoki undagi bino inshootlar, demak, oldin qanchadir qismiga misol uchun hujjati bor-ku, lekin qo'shimcha qo'shilgan yer uchastkalari bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, demak, o'sha xususiylashtirilgan bino va inshootlar joylashgan yer uchastkalari yoki egalik huquqi mavjud bo'lgan bino va inshootlarning yer uchastkalariga nisbatan huquqlarni e'tirof etish masalasi, demak, ko'rib chiqiladi. Bu yerda umumiy 8 ta toifa bor. Demak, bu yerda umumiy talablar bor. Umumiy talab nimadan iborat? Umumiy talab, demak, o'sha yer uchastkasi auksion savdolariga qo'yilmagan bo'lishi kerak va u yer uchastkasiga nisbatan yoki bino inshootga nisbatan fuqarolar o'rtasida yoki jismoniy yuridik shaxslar o'rtasida nizo mavjud bo'lmasligi kerak. Hamda o'sha yer solig'i yoki mol mulk solig'idan qarzdorlik mavjud bo'lmasligi kerak. Hamda o'sha obyektlar, bu umumiy talab bo'ladi. Obyektlar demak, o'sha 2018-yil 1-mayga qadar qurilgan bo'lishi kerak. Bu demak o'sha obyekt toifasidan kelib chiqib qo'shimcha talab hisoblanadi. Endi mana shu jarayonlarda, demak, mana shu huquqqa ega bo'lish uchun fuqarolar qanday yo'l tutadi? Rad etilgandan keyin. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, fuqarolar hech qayerga murojaat qilmaydi. O'sha kadastr organi borib, xatlovda o'tkazib, dasturga kiritadi. Dasturga kiritganda, demak, huquqlari e'tirof etish maqsadga muvofiq deb topilganda bir martalik to'lovga chiqadi. To'lovni amalga oshirsa shu o'zi yetarli. Agar rad qilinadigan bo'lsa, demak, adliya boshqarmasi tomonidan o'sha qaysidir vakolatli tashkilotni xulosasida asosida, demak, rad qilingan maqsadga muvofiq emas deb topilgan taqdirda, aytaylik, tashkilot qaysidir muhofaza hududida joylashgan. Muhofaza hududida joylashgan, demak, hozir qonunchilikka o'zgartirish kiritilyapti. Endi agar fuqaro misol uchun o'sha muhofaza hududga tushib qolgan qismidan voz kechib, qolgan qismiga nisbatan huquqlarini e'tirof etishga rozi bo'lsa, qaytadan kiritilib o'tkazilishi mumkin. Yoki qonunda yozilgan, agar fuqaro norozi bo'ladigan bo'lsa, o'sha adliya boshqarmasi yoki o'sha vakolat tashkilot xulosasidan, demak, adliya vazirligiga yoki sudga murojaat qilishi mumkin. Endi kadastr organlari o'zlari, demak, ushbu jarayonlarni olib borishi aytib o'tildi-da. Endi fuqarolar tomonidan ham, demak, ushbu huquqni e'tirof etish bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish mumkinmi? Yo'q, bunda qonun ahamiyatli tomoni shundaki, oldingi yuqorida aytib o'tdik, demak, 5 marta aksiya o'tkazilgan va shunda ham ma'lum bir sabablarga ko'ra hujjat rasmiylashtirish qolib ketgan holatlari bo'lgan. Demak, bu qonunda fuqaro murojaat qilmaydi. O'sha kadastr organi, demak, o'zi uyma-uy yurgan holda borib, o'zi xatlov o'tkazib, xatlov natijasi bo'yicha dasturga ma'lumot kiritadi. Bunda hech qayerga murojaat qilish kerak emas, faqat bitta narsani so'rab qolamiz, o'sha kadastr organlari xodimlari borgan vaqtda, demak, uy joyda bo'lib, o'sha, demak, ayrim holatlarda shunaqa muammolarga duch kelyapti. Uyda hech kim bo'lmaydi, kadastr xodimlari kira olmaydi, demak, yana ish cho'zilib ketishiga to'g'ri kelyapti-da. Bu yerda asosiy masala o'sha uy joyida bo'lsa bo'ldi. Kimdir bo'lsa. Endi bugungi kunda har bitta tizimga raqamlashtirishga alohida e'tibor berilyapti. Shuningdek, o'sha hujjatlar integratsiyasiga. Endi bu jarayonlardachi inson omilining aralashuvi, umuman olganda korrupsion holatlar kelib chiqmasligi uchun qanaqa bir chora-tadbirlar ko'rilgan? Albatta, bu yerda bitta narsani alohida ta'kidlashimiz kerakki, dastur o'sha e'tirof kadastr.uz deb axborot tizimi mavjud, kadastr organini. Bu yerda inson emas,
hujjat aylanadi. Ya'ni elektron dasturga integratsiya qilingan, vakolatli kerakli tashkilotlar integratsiya qilingan. Demak, kadastr organi borib, bor holatni o'lchov o'tkazib, ma'lumotni kiritadi. Ma'lumotni kiritgandan keyin u yerda qonunda yana bitta jihati borki, e'tibor berishimiz kerak bo'lgan, demak, bino inshootni o'lchami bor. Demak, alohida ta'kidlashimiz kerak, u yerda har qanaqangi o'lchamdagi bino inshootga demak mulk huquqi yoki yerga ijara huquqi e'tirof etilmaydi. U yerda qonunda yozilganki, demak 1998-yil 1-iyulga qadar bino turar joy yoki noturar joy bino inshoot qurib egallangan joylarga nisbatan 24 sotixgacha, 1998-yil 1-iyuldan 2018-yil 1-mayga qadar yakka tartibdagi turar joy binosi qurish orqali egallangan yer uchastkalariga nisbatan demak viloyat markazida 6 sotix, qolgan tuman shaharlarda 12 sotixgacha bo'lgan qismi e'tirof etiladi. Hamda yuqorida aytdik, bitta talab bor, 2018-yil 1-mayga qadar bino inshoot qurib egallangan bo'lishi kerak. Demak, bu ma'lumotni qayerdan oladi deydigan bo'lsak, u yerda demak o'sha Uzkosmos agentligi bor bizda, o'sha xalq tilida Uzkosmos deyiladi. Uzkosmos agentligi tomonidan demak o'sha 2018-yil 30-aprel holatida sun'iy yo'ldosh orqali ko'riladi. O'sha joyda haqiqatdan imorat bormi, yo'qmi? Agar imorat bo'ladigan bo'lsa, ularning ijobiy xulosasi olinadi. Agar imorat yoki qanaqadir obyekt bino bo'lmaydigan bo'lsa, demak salbiy xulosa beriladi. Yoki bo'lmasa, o'zi aytaylik, misol uchun 70-yilda, 80-yilda qurilgan imorat bo'lishi mumkin. Uni qanday aniqlaydi deydigan bo'lsak, u yerda demak har bitta tuman shaharlarimizda xalq deputatlari kengashlarini qarorlari bilan jamoatchilik guruhlari va ishchi guruhlar tashkil qilingan. Demak, buni tarkibida o'sha mahalla raislari, ko'cha boshilar, vakolatli tashkilot xodimlari, jamoatchilik nazorati vakillari hamda xalq deputatlari o'sha tuman shahar kengashida deputatlar, bir nafarda deputat kiritilgan jamoatchilik kengashlari bor va uni davlatnomasi asosida qachon qurilganligini demak kiritiladi. Uni tuman hokimligi, tuman yoki shahar hokimligi tomonidan kiritiladi ma'lumot va shunga qarab qancha hajmda huquqlar e'tirof etish bo'yicha ma'lumot kiritiladi, shunga qarab belgilanadi. Va bu yerda demak bir martalik to'lovga to'xtaldik yuqorida. Endi shuni alohida bir to'xtalib o'tmasak bo'lmaydi. Chunki u yerda bir martalik to'lov mavjud. Ya'ni yuqorida aytilgandek 24 sotixgacha yoki o'sha 12 sotixgacha belgilangan me'yorlarda egallangan bo'lsa yoki 6 sotixgacha bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravar miqdorida tuman shaharlarimizda to'lanadi. Agar mazkur talab 6 sotixgacha bo'lsa yoki umumiy 24 sotixgacha bo'ladigan bo'lsa, Qarshi shahrida 3 baravar miqdorida va boshqa demak viloyatga bo'ysunuvchi shaharda 2 baravar miqdorida to'lov undiriladi. Bu o'sha me'yorga nisbatan yuqorida aytganimizdek 24 sotix, 12 sotix yoki 6 sotixga nisbatan. Agar bu me'yordan ortiqcha maydoni bo'ladigan bo'lsa, unda ham huquqlar e'tirof etiladi, faqat u mulk huquqi yoki ijara huquqi emas, unda dehqon xo'jaligi yoki tomorqa xo'jaligi yuritish uchun e'tirof etiladi. Agar istisno holatlari bo'lmaydigan bo'lsa, bunda bir martalik to'lovlarimiz demak o'sha yerni bozor qiymatidagi bahosiga qarab belgilanadi. U demak yuqorida aytilgan avtomatlashtirilgan, u davlat aktivlarini boshqarish agentligi tomonidan kadastr agentligi bilan birgalikda ijobiy xulosa bergandan keyin to'lov avtomat hisoblanadi. Bu yerda ham inson omili yo'q. Belgilangan to'lovlarni amalga oshirishda imtiyozlar bormi? Umuman olganda o'sha imtiyozlar kimlarga berilishi mumkin? Demak, qonunchiligimizda bu ham nazarda tutilgan. Bir martalik to'lovlarni amalga oshirishda demak o'sha qonunda belgilangan me'yorlarda egallangan yer uchastkalariga nisbatan birinchi, ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslarga hamda umumdavlat aksiyalari davomida to'lovlarni amalga oshirgan fuqarolar to'lovdan ozod qilinadi o'sha belgilangan miqdorda va undan tashqari ijtimoiy himoya reyestriga kiritilgan fuqarolarimiz to'lovni 50% gacha bo'lgan qismida imtiyoz beriladi. Endi bu jarayonlar qancha vaqtgacha davom etadi? Umuman olganda o'sha huquqning e'tirof etilishi to'liq. Demak, qonunimizda 2028-yil 1-yanvargacha qadar muddat belgilangan.
Endi imkon qadar mazkur muddat davomida amalga oshirilishi kerak. Munozarali savollar ham paydo bo'lib qoladi-da. Mana siz yuqorida aytib o'tdingiz, bir necha 10 yil oldingi o'sha o'zboshimchalik bilan egallangan yer yoki uy-joyga huquqni berish. Bugungi kunda ko'ryapmizki, qurilish, bunyodkorlik ishlari yana ham jadallashib ketyapti. Bugun xalqaro talablar asosida bunyodkorlik ishlari, yo'l qurilishlari olib borilyapti. Har bitta hududni o'zini bosh rejasiga asosan o'sha yangi arxitektura rejasi kiritilgan bo'lsa, me'moriy rejasi kiritilgan bo'lsa va o'sha o'zboshimchalik bilan egallangan mol-mulk to'g'ri kelib qolsa aynan o'sha hududda, bunda qanday yo'l tutiladi? Demak, u yerda o'sha yuqorida aytib o'tganimizdek 18 dan ortiq vakolatli tashkilotlarimiz bor. Endi toifasiga qarab 18 yoki 21 ta toifada demak tashkilot bor. O'sha toifaga qarab u yerda tuman shahar qurilish bo'limlari kiritilgan. Tuman shahar qurilish bo'limlari demak o'sha bino inshootlar soni, uni foydalanish maqsadi hamda o'sha taqiqlangan hududda joylashgan yoki joylashmaganligi bo'yicha ma'lumot kiritadi dasturga. Bunda agar bosh reja tasdiqlangan bo'lsa, bosh reja tasdiqlangan bo'lib, demak u yerda qurilish qilish mumkin emas. Qanaqadir ijtimoiy soha obyekti yoki yo'l yoki bir aloqa yo'nalishi bo'yicha hudud tushadigan bo'lsa, bunda huquqlar e'tirof etilmaydi. Yuqorida aytdik-ku, muhofaza hududlariga kiradi bu. Agar bosh reja tasdiqlangan bo'lib, u yerda qurilish taqiqlanganligi bo'yicha ma'lumot kiritilmagan bo'lsa, demak bunda huquqlarni e'tirof etish mumkin. Agar bahsli holat bo'ladigan bo'lsa, fuqarolarimizdan agar mana shunaqa holatlar bo'yicha rad qilingan holatlar bo'lsa, sudga murojaat qilishlari maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi albatta har bitta qonunning ijrosini ta'minlashda uni mazmun mohiyatini, unda ko'zlangan maqsad muddaolarni aholiga, fuqarolarga yetkazish muhim hisoblanadi. Bugungi kunda adliya organlari tomonidan demak mana shu qonunning mazmun mohiyatini yetkazish bo'yicha, demak bu borada qilinayotgan ishlarni targ'iboti bo'yicha qanday ishlar qilinyapti? Bugun fuqarolarimiz demak ushbu jarayonlardan qay darajada xabardor? Demak, qonunimiz 2024-yil 5-avgustda qabul qilingan hamda 2024-yil 8-noyabrdan kuchga kirdi. Biz demak ishni 24-yil 5-avgustdan boshlagan bo'lsak, orada demak 3 oy vaqt davomida biz vakolatli tashkilotlarga hamda o'sha fuqarolar o'rtasida tushuntirish o'tkazdik. O'sha vaqtdan boshlangan qonun nima beradi bizga, qaysi muammolarimiz yechiladi, nimalar hal bo'ladi, qanday ishlash kerak. Undan keyin ham demak 8-noyabr 24-yilda kuchga kirgandan keyin ham har doim demak bizda o'sha belgilangan tartibda viloyat adliya boshqarmasi yoki tuman shahar adliya bo'limlari hududlarida huquqiy targ'ibot o'tkaziladi yoki sayyor qabullar o'tkaziladi. Bugungi kunda bizni birinchi vazifamiz, birinchi galdagi vazifamiz mana shu masala bo'lgan. Hozir ya'ni qonun, muddatli qonun mazkur muddat davomida sizga demak huquqlaringizni e'tirof etish bo'yicha bir martalik to'lov jarayonida muammo bo'lyapti. Buni ochiqcha aytishimiz kerak, chunki ayrim obyektiv va subyektiv sabablari bor muammolarni. Aksariyat holatlarda demak SMS xabarnoma bormay qolgan bo'lishi mumkin. Aksariyat holatlarda fuqarolarimiz e'tiborsizlikka yo'l qo'ygan bo'lishi mumkin. Demak, fuqarolarimizdan hozirgi kunda 4000 dan ortiq obyektlarimiz mazkur jarayonda qolmoqda, huquqlarini e'tirof etish to'xtab turibdi. Demak, bu to'lovlarni amalga oshirmasa, huquqlarni e'tirof etish imkonsiz bo'ladi, ortga suriladi. Hamda biz aynan yuqorida aytilgan fuqarolar bilan uchrashuvda mazkur jarayonlarni tushuntiramiz. Yana yuqorida alohida ta'kidladingizki, korrupsion holatlar qanday bo'ladi, bunda nazorat olinganmi? Albatta buni endi nima deydi? Ayrim bir ilg'or qo'shtirnoq ichidagi uddaburon kishilar ham bo'lishi mumkin. Fuqarolarga demak ma'lum bir haq evaziga yoki ma'lum bir narsa evaziga huquqlarni e'tirof etishga yordam beramiz degan. Hamda biz o'sha uchrashuvlarda shuni ham alohida ta'kidlayapmizki, sizdan hech qanaqa hech narsa hujjat talab qilinmaydi. Faqat dastlabki masala kadastr xodimi uyingizga borganda uyingizda bo'ling. Bundan tashqari SMS xabarnoma borganda bir martalik to'lovni amalga oshiring. Viloyat kengashidan demak qaror qabul qilinganda kechiktirmasdan davlat ro'yxatidan o'tkaziling. Bo'ldi. Boshqa hech qanaqa muammo yo'q bu yerda. Agar rad qilinganda, demak xulosadan norozi bo'lsangiz, qonunchilikda belgilangan tartibda sudga murojaat qilasiz. Fuqarodan boshqa narsa talab qilinmaydi. Shuni doim tushuntirib kelamiz. Huquqiy targ'ibot masalalarida demak oldini olishimiz kerak. Har qanday bir noto'g'ri tushunchalarni shu tomonlardan ko'pincha huquqiy targ'ibot o'tkazilyapti. Xulosa o'rnida fuqarolarimizdan bir so'rab qolamiz. Ham qonun talabi
Dastlab yuqorida aytdikki, huquqlarni e'tirof etish bo'yicha talablar bor. U yerda asosiy talablardan bittasi yer va mol-mulk solig'idan qarzdorlik bo'lmasligi kerak. Bugungi kunda aytishimiz kerakki, 11 mingdan ortiq obyektlarimiz bo'yicha yer solig'i yoki mol-mulk solig'idan qarzdorlik borligi uchun to'xtab turibdi. Huquqlar e'tirof etish ortga surilyapti va bundan tashqari o'sha yuqorida aytganimizdek bir martalik to'lovlar. Bir martalik to'lovlarni demak o'z vaqtida amalga oshirish kerak. O'sha bir martalik qonunda shunaqa nazarda tutilganki, bir martalik to'lovni demak taqsimlanish tartibi bor. U yerda mazkur raqamlashtirish bilan bog'liq xarajatlardan tashqari qolgan 65-70% ga yaqin mablag'lar o'sha hududning iqtisodiy tomondan, ijtimoiy tomondan rivojlantirish uchun o'sha mahalliy byudjetga yo'naltiriladi. Va ushbu pul o'zini demak kelgusida tashabbuskorlik loyihalariga yo'naltiriladi. Shu tomonni e'tiborga olgan holda bir martalik to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirish kerak. Va har qanaqangi yuqorida aytganimizdek uddaburon kishilarni qo'shnilarning takliflariga uchmaslik kerak. Agar kimdadir qanaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, savol bo'ladigan bo'lsa, demak kadastr organlariga yoki Adliya vazirligiga yoki uni hududiy boshqarma bo'limlariga bemalol murojaat qilishlari mumkin. Studiyamizga tashrifingiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Albatta o'ylaymizki, teletomoshabinlarimiz o'zlari uchun muhim bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Qadrli muxlislar, shuning bilan bugungi muloqotimizga yakun yasaymiz. Keyingi dasturlarimiz orqali ham siz uchun qiziqarli va muhim bo'lgan mavzular haqida suhbat qilishni niyat qilib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.